Jo'martbek aka, bu qo'chqorimiz haqida bitta ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Bu Qaysi qo'chqor? qo'chqoroz absent attı qo'chqor. Bu Blandin degan bir ataqlı qo'chqorning nevarasi bo'ladi. Ata Ulan. jag'idan. Maşallah. Ene jag'idan absent degan qo'chqorning chevarasi bo'lib qoladi. O'zi Maşallah. 11 oylik qo'chqor. Quloq 22 plus. Quloq 22 plus. Boyu 90 plus da. Boyu 11 90 aylık plus. 11 aylık kozu. Sotilmaydi seleksiyaga. Yo satılmaydı seleksiya. Probnik kozular var buyursa. Bu yıl polnu şu işteyt buyursa. Kallasini bu yoqqa burib qo'yinchi. Maşallah. Absent. Go'zal. Ko'z tegmas. Absent. Maşallah. 11 oylik dedingizmi? 11 aylık he. Maşallah. 11 aylık. Buna Aprel'in 24'ü bir yaş болады da buyursa. İnşallah. Maşallah deb qo'yamiz do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Chorva ishqibozlari, arashan suyuvchi do'stlarimiz, mana bizni Jallod shahridagi Banchirovshik Jo'martbek akamning qo'ralariga yetib keldik. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum Jo'martbek. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad Ali xush kelibsiz. Alaykum. Qanday dam olibsiz? Yaxshimi? Allohga shukr. Mana o'ylaringizni ko'rib turibmiz. Saroyingizga keldik. Hamma beradigan savollar, hammaga beradigan savolimdan bugun boshqacharoq bo'ladi. Shu chorvaga qiziqishingiz qancha yil bo'ldi boshlaganingizga? Necha yildan beri? Negizi qo'ydi ilgardan qarmaymiz negizi. Mana buni Arashanga bir 2 yil bo'lib qoldi Arashanga qiziq. 20 yil bo'lgan o'zi вообще. Вообще, o benim kişilik yüzden qarmayız o yüzden. Mana Kişilik yüzden qarmayız. Anan şu Arashanga sandan Sapatqa degende жақындалып өтүп 2 yıldan ötüp kaldı da başlaganız. aha. Hozir necha bosh bor hozir qo'rayingizda? Hazır вообще 45 te baş var. 45 bosh bor. 45 başta. Seleksiya qilar ekansiz-da endi. Seleksiya buyursa. Necha bosh qo'chqori bor? Qo'chqordan 2 baş. 2 baş. Narko 3 al Afgan geçede gönül al yetke. Yetkeler al kelingeni var. Aytaki negizi afg'on qo'shmasligi kerak. Jo Afgan lifkoyim случай bo'lmaydi Afgan. Mana ko'p seleksionerlar afg'onni olib qo'shib yotibda, arashan qo'chqorini qo'shib afg'on qo'yib olib. Anday lifkoyim случай. Shuni men aytaman. O'zingizda buyursamlar bu düşüm zinkigan qo'chqor turadi, qoni. Bu qaysi qo'chqor shunda? Bu Blandinning nevarasi. Blandinning nevarasi. Absent degan qo'chqorimiz. Aha, maşallah. Yine jag'idan statusning chevarasi bo'lib qoldi. Zo'r ekan. Hozir kechagida oqsoq bo'lib o'rib после лечения да. Emile жаңы. Qulog'i nechi buni? Quloq 25 mi? Men как банитировщик 22 plus da. Чистыми 22 plus. А так мындай өлчөгөндө 24-25 эле чыгат. O 11 aylık kozu buyursa. Probnik Super elit ekan da. Ha buyursa inşallah. Mana obunachilarimiz ko'rib baho berib qo'yasizlar. Buni ушудан боз бул жакында туйт buyursa. Бул неме Хусейн байкан ошо Хусейн деп айтылат да. Мына ушунун ненеси. Мына статустун неберesi ушунун ненеси. Aha. Бул деле боз. Бул мына халифтин баласынан боз. Мына халифтин баласы buyursa. Maşallah. Шудан. Elitniy matkalar ekan-da. Ha buyursa inşallah. Banchirovshik bo'lganingizga qancha yil bo'ldi? Banitировщик болгонубузга биз былтыр Кеминде неме болду го? Неме выставка болду. Ошо кезде как раз биз барып окуп келдик. Ар бир областтан 2 бала шайланып, барып окуп келдик. Hop, Banchirovka deganda nima? Mana Banchirovkadan o'tdi, elita deganda nima kiradi? Banchirovka деген бул негизи племенная карточка. Асыл тукумдук койго асыл тукум деген паспорт берилет да мындай айткандачы. Анан кайсы Арашанга жатат, кайсы жатпайт, кайсынын параметрлери туура келет, кайсыныкы туура келбейт, ошону негиздеп беребиз да бизче. Анан бул банитировканын плюс жагы бул пародан бузулуп кетпешине, азыр өзүңүз айтып кетпесизби, анча-мынчалар Афган кошуп атат мындай деп. Ошо бузулуп кетпешине алдын алуу максатында да. Международный стандарт менен берилет азыр банитировка племенная карточкалар. Şu bardığına жооп берген карточка да. Mana hozir elita deganda quloqqa qarab o'tadi-da ko'p insonlar, qulog'ini qaraydi. Bitta quloq bilan men aytaman-da do'stlarimizga, obunachilarimizga, polni YouTube'da ko'rayotgan shu insonlarga aytaman-da, polni bu
bitta quloq bilan cheklanmaydi. Yo'q, Yangraydi ichinde. Quloq Birle kulak men например, 23 bo'lsa 50 boyu ta gelmeye boradi. kalsa, Ha. boyu gelmeye kalsa. Например, iki tiş koydun, Aha. iki tiş koydun. Boyu 85 plus buluş gerek de. Değil mi? 50 ta giriş için. Ha, 2 85 plus, kulak 20 plus buluş gerek. 50 ta giriş için любой возрастта koylardın, kulağı 20 plus buluş gerek. Anan keyin boyu например 82, 81 boltup kulağı 21, 22 olsa al 50 ta girmeydi. 50 ta klassность beriş için öte köp nerseler karalat da. Birle kulak boyu emas, anın жүндүн тазалыгы каралат. Конституциянын түзүлүшү каралат. Например, басканда буттары X-образный, O-образный деп коет. Ошо нерселер болсо, 50 та ошонун үчүн да берилбей калат. Бардыгы калгандары келип туруп, ошо буттары кыйшыйып тай баскандар ушундай болсо, анда да болбой калат. 50 та деген нерсе чек мушуна туруш керек да, соответственно этип туруш керек. Өзү көрүнөт 50 та мында караганда эле. 50 та деп көрөсүң. Şu qonga ko'proq ahamiyat berish kerak. Genetikaga, qonga qo'shayotganda, seleksiya qilayotganda adashib qolmaslik uchun. Seleksiya deganda negizi hozir 50 tani 50 taga qo'shsa, moshni qilib chiqargan bu seleksiya emasda, tayyor narsani qo'yib. 50 Seleksiya tani 50 ta qo'ysa 50 ta beradi degan kepillik yo'q. ha, shu. Tak, shu seleksiyani o'zi negizi do'stlarimizga aytsak, shu bunday oddiy qo'ylardan, shu arzonroq arashallardan qoni bor. Shulardan bunday yaxshi o'chqanlarni qo'shib, jil mobaynida necha yil ketsa shu seleksiya qilish, shu seleksiya bo'ladi-da, to'g'rimi? Ancha-muncha qo'ylar bor, например, o'zi 2-klass qo'yda. Kichineke qo'y 2-klassga bizni ham o'lchaganmen, 2-klassga javob beradi-da. Biroq o'sha qo'ylar 50 ta qo'zlar tuып qo'ydi. Shunday da uchurlar bo'ldi-da. Kechagida как раз Chuyda Qaraoltada bir o'tib ko'rdik. 2-klass bo'lib o'tdi qo'yi. Biroq qo'zini yilda $5000 satan deydi. Qo'zini moshni beradi. Например, o'zi 50 ta bo'lib turib, qo'z bermaganlar bor. Shuning uchun da genetika nimalarni qarash kerak-da barcha. Foydali maslahatlarni bersak biz xursand bo'lamiz. Sizlar uchun mana obunachilar qo'ralarda o'zi sotuvga yo'q, tomoshaga chiqardiga yo'q, sotiladimi? Yo'q, sotiladi. Tomosha qilib qo'ysan, el ko'rsa mana sovet olsin deb sovetlashgan. Например, bu yoqda tarsam, bu yoqda например, mana moshni qo'zi aq tuyoq bo'lib tushib qoldi, ko'rdingmi? Ha, ala bo'ldi. Bu brak, tüm более qo'chqor. Bu qo'chqorni biz plyumная karta bermaymiz-da, keyingi ola brak bo'ladi. Ova. Keyingi nimaga parodan ulab ketalmaydi buncha. Buni ham soyozda buyursa, endi qurbonchilikda etga bo'ladi-da bu. Hozir qaysi liniyalarda qo'raysiz? Qo'ylar. Mana qo'ylar, mana cho'ng qo'y bu stereotipli qo'ylar bo'lar. Ha, O'sha Stariy, Kораблевский o'sha liniyalardan ko'nchoch. To'qimakadan olganmiz, bomba olib kelganmiz o'sha shular. Narxi bu dualning yanında turadi. Shular yoban nevareleri, shu qo'zlarni olganmiz. O'sha qo'zi, mana yerda o'sha pokoleniyalar bor. Yoban nevareleri bor. Vavanishtin qizlari bor bunalar. Hozir qo'zi emizib barqtab ketdi. Buni Vavanishtin. Ne bularga kraska bosib qo'ygansiz boshini? Azroqdalar nima qilganmiz? Vaksina qilganmiz. Ha, vaksina qilganda adashib ketmaslik. Adashib ketmеш uchun kraska bosildi-da. Bunalar yoban nevareleri. Buni prostoyla qo'ydan, uyda o'zini charba qo'y. Buni qara. Buni gruzinning qiz nevarasi buni. Ko'rdingmi? Gruzin, buni qaraning ortida turibdi. Boshi gruzinniki bo'lakcha beradi-da, bari. Buni Karablning nevarasi buni cho'ng qo'y, buni. Beri qarab turadi, stolning narag'ida. Yapsiz yo'q, moshni. Buni Vavanishtin qizi shunday. Butala liniyalari bilan bardig'ilar. Bu tashqarida yurar ekan-da mana o. Ha, bu o'sha operatsiya bo'lgan. Bu Shedevrning nevarasi, kecha gapimda hayotda qo'chqor sotiladi, o'shaning qizi bo'ladi bu. Ha, shu operatsiya bo'lgan. После operatsiya bunda bir yaxshi ukalar o'sha bundaylar oldik. Bu operatsiya qurt bor ayni albashga. Ha. Operatsiyani aytib o'tib ketsak, shu 100% zo'r chiqmaydi operatsiyadan. Professionalniy doktor qilsa degan ukoz bor. O'shandan so'rab qolamda qancha protsent verayatность, qancha protsent yaxshi bo'ladi.
O'sha aytadi 90-95% удачный bo'ladi ekan. Ha. Operatsiyadan yaxshi bo'lib ketdi. Men o'zimda da 2 qo'yma qilgan. Bu yerda biroz yuradi, biroz mana bu yoqda yuradi. Ve ko'tanglar после operatsiya normal yurishadi. No, осложнение degan narsa baribir qoladimi? Qanday? После operatsiya осложнениеsi baribir qoladimi? Bunday Qo'y biroz qanday o'zgarish yo'q, bo'ladi. gevriklar idealniy bo'lib ketadi. Mana bu yerda bir qo'y bor, idealniy. После operatsiyada o'ylab qo'yasiz. Mana bu yoqda bir qo'y bor, al повторный bo'lgani uchun biroq aldila yaxshilab yuradi, biroq bunday spokойныйroq-da. Bemalol yuradi. Az bu necha mahal atkorum qilinadi? 2 mal. 2 mal. Hozir saraylarda bunday men dayardanbaylar turgan kezde kelib qoldi. Qarmushka ham Qoldi. yaxshi ekan, qarmushka. Qo'zilarga bu. Ha, bu qo'zilarga shu salib qo'zilar kelib jeyberadi. Chiqib kirib yuraveradi qo'zilar bu yoqdan. Monomatga ham yaxshi ekan. Vavani Vavani chekanda mana birkat, birbirga er turibdi. Kenjabek akadan gamiz. Kenjabek aka o'zini olamiz. Qo'zilar ham negiz yaxshi. Hozir bu yerda bir qo'zimni qaramayinlar, bu yerda. Bu qaysi qo'z? Mana Qo'chqorning provnik qozisi. Urg'achi mana. Aha. Blondin chevarasi. Shunday ko'taringchi. Urg'achi qo'zini. Maşallah. Quloq, chistota mana mashina berilganda. Sotiladimi? Yo'q, bu sotilmaydi o'zizga. Provnik birinchi absentning qizida. Maşallah. Martda deb qo'yib qo'ydik, 8-martda to'ldi-da. Maşallah. Maşallah. Enasmi o'mi? Ha, enasi o'sha Genjo akam qorasidan kelgan. Bulda Vavanich, ha. Maşallah. Shunday. Bu qaysi qo'zi? Bu mana qo'yning qozisi. Bu yobadan qaçtı. Bu yil polni o'sha yoban balasi qo'yildi. Şu yoban balasidan mana qo'zilar butunlay o'shandan. Liniya yoba. Yaxshi beribdi. Yobani balasi. Xudoga shukr, yaxshi. Qo'zilar ham yaxshi. Mana urg'achi qo'zilar turmaydi. Mana o duvalning yanında turadi. Ha. Bundan da turadi. Mana boshini qayradi qo'y. Uşlar men bir turganda o'sha yoban qizlar nima yoban neveriler o'shalar hiç. Göz teybasi. Allah razı olsun. YouTube'ga qisqacha obzor qilib qo'ydik. Ne tilayla aytib qolasiz do'stlarga? Seleksiya Ne boshlash kerak. dedim? Sandan sapat qo'yib kelganlar. Bizlar başında o'sha bozordan olib kelib terib kelib boshlaganmiz. Anan gayra alardı satып o'rnuna жаңа qorolardan yaxshi bunday liniyalar bilan daniylar bilan olganmiz-da. Maşallah. Ato berkindeyde ko'proq vaqt qorib qo'yatgansin, ko'proq yurib qo'yatgansin-da. Bundayda tezroq Sondan sapatga o'tish kerak-da, sapatda negizda. rezultat tezroq bo'lib jetetgansin bundayda-chi. O'sha baringlarning qorong'orga iyilik, qarmagan orozongizlar qabul bo'lsin. Qorong'orga bereke baringlardan. Sizlarda xush kelibsizlar mehmonlar. Ramazan mübarek. Eldin xizmatini qilib yuraveringizlar. Ro'za kuni yana tinib tinchimasdan sizlarga bir reportaj xabar edib turib Jo'mart Bay akam qo'ralariga keldik-da. Do'stlar, obunachilarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yinglar, videoni ko'rib, yoqmasa like'larini qaytarib olasizlar. Maşallah.